Oila jamiyatning asosiy bug'ini, muqaddas maskan. Shu bois yurtimizda azaldan oila muqaddas qo'rg'on sifatida e'zozlangan. Zero inson qalbida ahillik, mehr-oqibat tuyg'ulari, ilm-ma'rifatga oshno bo'lish ko'nikmasi avvalo shu aziz dargohda shakllana boshlaydi. Bosh qomusimizda oila jamiyatning asosiy bug'ini deb belgilanganligi zamirida ham ana shu milliy qadriyatlarimiz mazmuni mujassam. Oila ma'naviy jihatdan butun bo'lsagina mustahkam bo'ladi. Chunki insonning eng sof va pokiza tuyg'ulari, ilk hissiy tushuncha va tasavvurlari birinchi galda oila bag'rida shakllanadi. Ya'ni oila ma'naviy jihatdan butun bo'lsagina mustahkam bo'ladi. Mustahkam oilalardan tashkil topgan mamlakat esa albatta qudratli bo'ladi. Bugun ana shunday ibratli xonadonlar har jihatdan mahallalarda yashovchilarga namuna bo'lmoqda. Xususan Qiziltepa tumanidagi Uzilishkent mahallasida yashovchi Saydulla bobo hamda Hanifa buvilarning 65 yillik hayot yo'li ham ana shunday e'tirofga molik. Eng muhimi, turmushda hamjihatlik va mehr-oqibat deydi nuroniylar o'z umr yo'lidagi ko'rgan kechirganlardan kelib chiqib. O'qishni bitirganimizdan keyin 60-yilda uylandik. 7 ta farzand ko'rdik. 4 ta o'g'il, 3 ta qiz. Ularni yaxshi joylarga qizlarni jo'natdik, yaxshi joylardan kelin qildik. 28 ta nabiramiz bor, 50 ta avaramiz bor. 39-yilda tug'ilganman. O'sharchilik paytida non degan narsani o'zi yo'q edi. Onam rahmatlik 5 tavimizni juda avaylar olib keldilar. Ularni hammasini aytib, shular aytaman, Xudoga shukr qilinglar. Sana shunaqa hozirgi farovonlikka shukr qilinglar. Yaxshi yashayapsizlar. Hech qanaqa kamchiliklaringiz yo'q. Bizlarni ko'rgan azoblarni sira ko'rmanglar. Xudo bunaqa yo'lni ko'rsatmasin. Kelajaklar porloq bo'lsin hammalaringiz deb duo qilib turamiz. Bolalarni shu mehnatga o'rgatsangiz, chidamli bo'ladi. Mehnatkash bo'ladi. Mehnatdan qochmaydi. Hamma ishga tayyor bo'ladi. O'zi bo'lmabdi bu ishlar. Bolalarım hammasi mehnatkash. Mehnatdan qochmaydilar. O'sha mehnatdan qochmaydiki, shuncha ish bo'ladi. Asli farmatsevt bo'lgan bu nuroniylar o'tgan vaqt mobaynida farzandlarini jamiyatga foydasi tegadigan sadoqatli, mehnatdan qochmaydigan qilib voyaga yetkazdi. Ana shu tarbiyalar sabab bugun ko'ngli xotirjam, rohat va farog'atda. Shu bolalarni yaxshi kiyintirib, yaxshi o'qitib, yo'lga solib, tartibli, intizomli bo'lganiga Xudoga shukr. O'shanga xursand bo'laman. Oilani barakasi bo'lishi nimaga e'tibor qaratish kerak? Birinchi tarbiyaga e'tibor qilish kerak. Bolalarning tarbiyasiga, xonadondagi kishilarning tarbiyasiga e'tibor qilish kerak. Ikkinchi mehnatni bo'yinga olish kerak. Ota-ona o'shalarga ibrat bo'lish kerak. Ota-onadan ko'rib o'shaga yarasha qanday mehnat qilyapti, qanday yurish qilyapti, o'shaga qarab yurish qilish kerak, o'shaga qarab ishlash kerak. El xalqqa mehribon bo'lish kerak. Kelajakni o'ylab, kelajak hamma farovonlik bo'lish uchun o'shaga qarab harakat qilish kerak. Mazkur oiladagi o'g'illarning ishbilarmonligi, kelinlarning sarishtaligi, qaynonadan olgan ibrati ana shu olqishlarga sabab bo'layotgani quvonarlidir. Fayziyevlar xonadonlariga 94-yil oktyabrda kelin bo'lib tushganman. 31 yil bo'ldi. 31 yildan beri shu qaynona qaynotam xizmatlarini qilib, duolarni olib, ana kam bo'lmadik. Allohga shukr. 4 nafar farzandimiz bor. Turmush o'rtog'im Fayziyev Murodilla tadbirkor kishi. Doimiy farzandlarimizga yaxshi tarbiya berishga harakat qildik. Buni albatta qaynona qaynotamizda nasihatlari, bergan o'gitlari, ko'rsatmalardan bir namuna bo'ldi biz uchun. Qaynona qaynotam farzandlariga bergan tarbiyalardan biz ham shuni o'rnak oldik shundan. Biz ham turmush o'rtog'im bilan shu qaynona qaynotamni farzandlarga bergan tarbiyalari, aql idroklari hammasidan o'rnak olib, shularni davom ettirishga harakat qilyapmiz. Hozirgi paytda 2 qizim uzatganman. Qaynonam o'zim, 2 nafar kuyovimiz, 2 nafar nevaralarimiz bor. Allohga shukr. Farzandlarimiz hammasi o'qimishli, oliy ma'lumotli. Oilamiz deyarli farmatsevtlar oilasi desak bo'ladi. Ikkinchi qizim shu 4-kurs talabasi hozir. O'g'lim Habibullo IT yo'nalishida o'qiydi. Eng kichkina farzandim Sadullayev Azizbek Xitoyda IT va biznes yo'nalishida o'qiydi. Shu xonadonga tushganimdan hech afsuslanmayman. Oila inson uchun muqaddas va ulug' dargohdir.
Inson ana shu dargohda tug'iladi, o'sadi, unadi, voyaga yetadi. Oilani mamlakatning kichik bir mo'tabar parchasi deb qiyoslash mumkin. Inson bolalikdan voyaga yetgunga qadar ota-ona yoki uning o'rnini bosuvchi shaxs tarbiyasida bo'ladi. Bola voyaga yetgach, o'zi mustaqil oila quradi va albatta bu jarayonda avlodlar davomiyligi bilan birga qadriyatlar ham davom etadi. Fayziyevlar xonadonidagi ana shunday turmush tarzi bugun nafaqat mahallada, balki yurtimizda ham alohida e'tirof etildi. Jumladan ushbu xonadon vakillari ibratli oila ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Davlatimiz rahbari tomonidan ta'sis etilgan ushbu mukofot bilan farovon va barqaror oilalarning hayotiy tajribalarini ommalashtirish maqsadida oila institutini mustahkamlash, oilaviy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirishga munosib hissa qo'shgan oilalarga topshirilib kelinmoqda. Ana shu ibratli oila ko'krak nishoni olganimdan juda xursandman. Bizning oilamizda shu munosib deb bilishibdi. Muhtaram prezidentimizga katta rahmat bu uchun. Albatta ibratli oila bo'lishga bundan keyin ham harakat qilamiz. Shu qaynona qaynotamni orqalaridan shu o'gitlar, natijalarini berishga harakat qilamiz farzandlarimizga, bizga ham. Aslida qalb halovati inson hayotining mazmunidir. Bunday halovatni avvalo har bir kishi o'z oilasida topmog'i lozim. Oila mustahkam, tinch, halol va pok bo'lsa, jamiyat ham osoyishta, mustahkam, farovon bo'ladi. Bugun Fayziyevlar oilasidagi turmush tajribasi mahalladagi 70 dan ortiq aholining bandligini ham ta'minlagan. Oilaning tadbirkorligi ortidan tibbiyot, farmatsevtika, savdo-sotiq hamda umumiy ovqatlanish yo'nalishlarida zamonaviy xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgan. Hozir tadbirkorlik hozirgi davrda zamon talabi. Qaynotam farmatsevt bo'lganlar uchun ham shu meditsina sohasini tanlab, dadasi ham tibbiyot sohasini tanlab, o'zlari ham farmatsevtga juda qiziqqanlar. 1-2 yil topshirganlar, lekin kirolmaganlar, lekin albatta shu klinika ochaman, xalqqa xizmat qilaman deb maqsad qilib qo'yganlar. Shu maqsadlariga erishdilar. Mana shu savdo markazimizda 75 nafar xodim faoliyat olib boradi, ishchi xizmatlar, ish bilan ta'minlangan. Shifokorlarimiz, hamshiralarimiz beminnat xizmat qilishadi. Klinikamizning o'zida 35 nafar xodim ishlaydi. Shifokor, tibbiyot xodimi shular faoliyat olib boradilar. Albatta hozirgi davrda ko'p aholilarni shu maqsadimiz ish bilan ta'minlash, beminnat xizmat ko'rsatish. Shu maqsadda shu klinikamizda tashkilot rivojlantirib olib borishga harakat qilyapmiz. Hozirgi davrda imkoniyat juda katta. Keng yo'l ochib berildi tadbirkorlarga. Harakat qilish kerak, ishlash kerak deb o'ylayman. Bugun ushbu tibbiyot maskanida nafaqat hudud aholisi, balki olis manzillardan kelgan bemorlar ham davo topmoqda. Xalqimizda juda bir katta davolanishga katta xizmatlar o'tyapti. Kasalxonada ham hamma shart-sharoitlar yaxshi. Navirashimni olyapman. O'zim ham, onam ham, men oilamda juda ko'pchilik bu yerdan shifo topib ketamiz. Shuning uchun tez-tez davolanib turamiz. Hamshiralar, xizmatchilar, hammasining munosabati, muomalasi, sharoitlari hammasi yaxshi. Hamma bemorlar bu yerdan minnatdor bo'lib chiqib ketadi. Inson oila xotirjamligi, farzandlar kulgusidan kuch oladi. Ushbu mahallada yashovchi Jo'rayevlar oilasi ham ana shunday ibratli oilalardan biri. Erta tongda turgan hovlida sarishtalik, fayz bo'ladi, deydi oila bekasi Sharofat Hojiyeva va albatta o'zi ham ana shu aqidaga amal qilib kam bo'lmadi. Ro'zg'orning barakasi halollikda deb o'ylayman. Ertalab vaqtli turishda biz yillar davomida bir xil standart soat 5, mana yoz paytlari 4 da turamiz. Har kimning o'zining yumushi bor. Qishloq joyida. Qishloq joyda o'zining yumushi bor. Ikkalamiz ham soat 7 deganda hamma choyni ichib,
ishini bo'lib, o'ziga berkitilgan ishni maktabga, ishga chiqish kerak. Men asosiy baraka shu ertalab turib, mehnatni to'g'ri taqsimlash, hammani mehnatni o'rgatishga deb o'ylayman. Mehnatdan qochmaslik, birinchi o'rinda ota-onani hurmat. Yolg'on gapirmaslik, birovni haqqiga xiyonat qilmaslik. Ana shuni o'rgatganman farzandlarimga ham, nabiralarimga ham shu hozir. Kibrda bo'lmaslik, kibr insonni o'ldiradi, yo'ldan adashtiradi. Hayot juda murakkab jarayon bo'lib, unda turli holatlar uchrab turadi. Gohi shodlik, gohi g'am deganlaridek. Biroq sabr, matonat va shukronalik har qanday sinovni yengishga qodir. 4 qiz, 1 o'g'ilni halol mehnat, o'zaro hamjihatlikda voyaga yetkazgan Abdullo Jo'rayev hamda Sharofat Hojiyevalarning ana shunday turmush tajribasi e'tirof etilib, ibratli oila mukofoti bilan taqdirlandi. Endi bizning mehnat qilgan, bolalarimiz katta qilgan davrlar mustaqilligimizning bosqich-bosqich bozor iqtisodiga o'tish davriga to'g'ri kelgan. O'shanda bizda ham 12 sotix yer berilganda, bolalarim juda yosh, qiz bola, deyarli hammasi qiz bola edi. Kichkinamiz O'g'iltoy bug'doy eka olmasdik biz. Sabab bug'doyda qo'l mehnati bor edi unda. Mana hozirgi texnika yo'q edi. Biz kartoshka ekardik, xaltaga xalta bug'doy bilan almashtirardik. Behisob shukr shu yer orqasidan bozor iqtisodi o'tish davrida hech qanday qiynalganimiz yo'q. Mehnatimiz orqasidan. U kishi ham davlat ishida, men ham davlat ishida edim. Bolalar tarbiyasi asosan mening zimdamda edi. Tem bo'lib, bular hammasi qiz bola. Alloh mana chiroyli, aqlli, esli, ushli, mehnatkash farzandlar bilan siyladi. Bu meni baxtim, boyligim, davlatim. Yaxshi o'g'ilga teng kuyovlar bilan siyladi. Allohga behisob shukr. Buni ustiga bir aqlli, iboli kelin bilan siyladi. Bu ham meni baxtim. Ibrat degan narsaning o'zi orqasi mashaqqat. Farzandlarni o'qitdik, orzu havas qildik, to'ylar qildik. Shuni orqasidan baxt sururini surib yuribmiz. 5 ta qiz, bitta o'g'il, lekin bugungi kunda 10 ta o'g'il, 6 tagina qizim, nabiram bor. Bularni hammasi mujassam qilib shu ibrat oila bo'lishga musharraf ayladi. Farzand ota-onadan ibrat oladi deyishadi. Haq gap. Bu oilada o'sgan qizlar ham onadan mehnatkashlikni, oqilalik va ro'zg'or tutumini o'zlashtirib kam bo'lmadi. Ana shu olgan sabog'i bugun o'z oilasida qo'l kelyapti. Men oilada 3-farzandman. Oilamizni ibratli oila deb topganlardan men juda ham faxrlanaman. Bizani shu darajaga yetganimizda ota-onamizning hissalari juda ham katta. Biz o'qidik, oliy ma'lumotli bo'ldik. Mana shu ota-onamizdan olgan o'gitlarimizni, ularning pand nasihatlarini hozir o'zimizning farzandlarimizda ham qo'llayapmiz. Asosan ota-onamiz otaga nisbatan hurmatni ko'proq o'rgatganlar. Kitob o'qishga ko'proq o'rgatdilar. Har bir vaqtimizni o'sha behuda sarflamaslikka o'rgatdilar. Hali o'sha nasihatlarni biz dastur amal qilib olganmiz. O'zim 29-maktabda fizika fanida o'qituvchi bo'lib ishladim. Onamning izlaridan ketib, o'qituvchilik kasbini tanladim va bu kasbimdan faxrlanaman. Ota-onamning bergan ta'lim-tarbiyalari minnatdorman. Ming shukronalar aytaman. Shu oilada farzand bo'lib tug'ilganimga. Ona bir marta aldansa, u yillar davomida umr bo'yicha aldanadi farzand tomonidan. O'sha uchun imkon qadar aldanmaslik kerak. Bolalar tushunish kerak, psixologiyasini o'rganish kerak. Endi kasbiy jihatdan men ham 4-5 marta rahbarlik bo'yicha malaka oshirib kelganman. Menda inson psixologiyasini o'rgatish nosini o'rgatadi-ku. Bolalarim o'sha aytadi, siz qayerdan bilasiz, bizning ko'nglimizdagi men qalban sezasiz-ku siz. Keyin bolalarim o'qishga kirgandan keyin, "Ona, siz psixologiyani o'rgangan ekansiz-da" deb aytishib kulishardi. Agar ona hushyor bo'lsa, hech qachon farzandlar o'rtasida yomonlik bo'lmaydi. Noto'g'ri yo'lga kirmaydi. Oiladagi muhit, tarbiya, agar hushyor bo'lsangiz, siz hech qachon adashmaysiz. Oilaga tushgan kelin qaynonasi izidan borib shifokorlik kasbini tanlagan. Ayni vaqtda ushbu yo'nalishda tahsil olish barobarida 2 nafar farzandi tarbiyasida oilasidagilarga suyanadi.
Ushbu oilaga kelin bo'lib tushganimga mana 5 yil bo'lyaptiki, birinchi kundan oyijonimdan ota-onaga, qaynona-qaynotaga, turmush o'rtog'iga hurmat munosabatlari haqida juda ham yaxshi o'rnaklarni o'rganganman. Qaynotamdan bo'lsa, hozirda o'zim ham pediatr, bolalar shifokoriman. Qaynotamdan shifokorlik sirlari, shifokorlik o'gitlari, qo'shimcha bilimlar olishda juda ham yaxshi ustoz bo'lib hisoblanadilar menga. Bundan tashqari oyijonimdan farzandi bo'lganimdan so'ng farzand tarbiyasi haqida hamda bolalarni psixologiyasi haqida juda ham yaxshi ibratli o'gitlar, nasihatlar menga berib boradilar hozirgacha. Bundan tashqari o'zlari menga ishda bo'lgan paytimda ham talabaman, ham pediatr shifokorman. Ushbu ikkala ishni jarayonni amalga oshirishimda oyijonimning xizmat yordamlari juda ham katta bo'lib hisoblanadi menga. Bolalarimga qarab turishda, ularning tarbiyasida juda ham ahamiyatlari katta hisoblanadi oyijonimning. Oyijonimga havas qilaman. Nasihatlarini ayamaydilar. Oyijonimga, farzandlarimga kelin tanlasam, oyijonimdek qaynona bo'lishga jon-jahdim bilan harakat qilaman. Men ushbu oilaga tushganimdan, ibratli, har tomonlama mukammal oilaga tushganimdan juda ham baxtiyorman. Barchalardan haligacha minnatdorman. Qo'limdan kelganicha xizmat qilaman albatta. Abdullo Jo'rayev ayni vaqtda mahalla markazida tashkil etilgan xususiy tibbiyot klinikasida bosh shifokor bo'lib faoliyat yuritib kelmoqda. Ishdagi unumdorlik eng avvalo oiladagi xotirjamlikda, deydi malakali shifokor. Qolaversa, ibratli ota o'z hayot yo'li haqida to'xtalar ekan. Bir 1984-yilda men tibbiyot sohasida faoliyat yuritaman. Mani yo'limdan o'g'lim Jo'rabekjon hamda kelinim, Maftuna kelinim mani yo'limni davom ettirishyapti. Kelinim menga o'xshab bolalar shifokorini tanladi. O'g'lim travmatolog bo'lishda, ikkalasi ham hozir klinikada turadi. O'g'lim Toshkentda, kelinim Buxoroda o'qishyapti. Nasib etsa, bu yil kelib, yana yilga o'g'lim tugatadi. Men hech qachon mana shu kasb tanlagandan xafa emasman. Albatta, chunki birovga kerak bo'lish baxt bilan hammamiz yashayapmiz, xursandmiz. Oilamiz tinchligi uchun ishda xotirjamlik bor, baraka bor, baraka bor. Mushni bir joyga o'rganimiz uchun hammasi ham o'z yo'nalishida ketyapti. Keyin bu yerda 1 gektar dehqon xo'jaligimiz bor. Uni ham eplayapmiz. Davlatga sut, go'sht topshirish u ham nimamiz kelyapti. Ana hammasini xudo xolasa eplayapmiz. O'qitib nima qilib uzatdik, o'g'ilga kelin qildik. Shu kasbimiz orqasidan hech ham norozilikchi bo'lgan mehnat orqasidan. Mehnat orqasidan baxt topgan oilalardan desam xato qilmagan bo'laman. Yil to'ldi. Turmush qurganimizga 40 yil da beri men hali ahmoq degan so'zni eshitmaganman. Yelkama-yelka biz mehnat qildik. Mehnatimiz rohatini ikkalamiz ham ko'ryapmiz. Hozir uyda o'tiring desam 65 yoshdalar, yo'q, o'tira olmayman, hali xalqqa kerakman deb xizmatdalar, xalq xizmatlar. Behisob shukr. Men o'zim uyda uy bekasiman. Men ham pedagog sohasida, maktabgacha ta'lim sohasida 19 yil rahbarlik qildim. Undan keyin uyga nafaqaga chiqdim. Navaralarni tarbiyasi bilan shug'ullanib yuribman. Xudoga behisob shukr. Ayol uchun bundan ortiq vaqt o'zida yo'q bo'lsa kerak. Bu mehnatimizning sururi, g'ururi, shururi ana shu shunday ekan deb o'ylayman. Bu ibrat juda keng qavronli narsa. Ibrat bo'lishni o'zi ham katta bir mas'uliyat yuklaydi. Esli, hushli, aqlli, odobli, ilmli, bilimli hammasi oilasida tinch. Mana farzandlarimni yutug'ini ko'rib, men ham quvonyapman ularning farzandini yutug'ini qilib. Katta naviram Allohga behisob shukr 10 sinf bitirdi. Hozir ikkita yangi A sertifikat oldi. Medinskiga tayyorlanyapti endi. Vatan atalmish muqaddas maskan bag'rini makon aylagan inson borki, oilasi, mahallasini aziz biladi. Bugun zaminimizda bu kabi ibratli oilalar bor ekan, yurtimiz barqaror, xonadonlar obod bo'lishi tabiiy. Zero, yurtimizda olib borilayotgan ezgu ishlardan ko'zlangan maqsad ham nafaqat oila, balki butun jamiyatning hamjihatlik asosida baxt va saodatga erishishini ta'minlashdan iborat.